Yaxshimisilar, tövəndə biz kompüter qo'zg'algandagi mimani, ya'ni parolni yechishni o'rganib o'tamiz. Undaqda qaranglar, bu qo'zg'algan vaqtdagi bu mimani qanday qilishimiz, ya'ni bu yerda mima bor mana. Kirgizmasak, biz unutib qoldik yoki bu jiddiy ishlatib ahvol bo'lib qoldi. Undaqda bu mimani qanday qilishimiz? Buni biz bir barmoq diskiga oldingi soat biz WinP yozishni o'rganib olgan, barmoq diskiga WinP yozishni o'rganib olgan. Shu yozib olgan WinP orqali kompyuterni qo'zg'alish mimasini yechishni o'rganib o'taylik. Men barmoq diskini kompyuterning USB yig'iziga chatdim. Ondan kompyuterni o'chirib qayta qo'zg'atish buyruqini beray. Kompyuterni qo'zg'atdim qaytadan. Qo'zg'atganda ostida tanlash chiqadi, ya'ni har jubalarning o'xshamaydi. iPhone 2 mana qayta qo'zg'atda o'tib ketdi. O'chirib qayta qo'zg'atdim. WinP'da qo'zg'alish holatiga akirmiz. Qo'zg'alishni tanlab. Ya'ni men barmoq diskini tanlab oldim. Ya'ni shu SanDisk degan shu WinP yozilgan barmoq diski. Mana qaraydigan bo'lsak, tizimlikning ichida kompyuter qo'zg'alish parolni yeshish tizimligi deb bor. Buni kirdim, ya'ni tizimlik chiqdi. Buningdan shu Windows kirish parolni o'zgartirish yoki tozalash mana kirdi. Oyatdan mashg'ulot qilmoqchi bo'lgan tizimni kirgizimiz 2 ni bosdim. Muqimlash hozir rayni tab berdi ama izlashga ozroq vaqt ketadi. Hujjat yana shu parol rayni topdi hozir. Interni bosimiz mana. Qaysini tozalab etsa deydi. Xatni hozir o'qig'il bo'lmadi. Shunlash odatda tizimlik chiqadi mana nima qo'llamadi, shunga men 0 dan boshlab hammasini o'chirib o'tay. Birinchisi yana 0 shukan oyat administrator deb turdi. Interni bosdim. Ondan shu abonentniki parolni tozalatamsa deydi. Voyni bosdim eskartishga asosan. Ondan interni bosdim tozalatdi. Ondan keyingisini tozalatay. Enter voy ondan 2 bu yerda 4 abonentniki chiqdi. 2 enter voy ondan 3nikini kirgizib voy mana bo'ldi. Endi men o'chirib qo'zg'atib baqay. Kompyuter qo'zg'alyapti. Mana kompyuter qo'zg'aldi. Mana bir vaqt kirib bu yerdan mimabat kirmaganda, shundaqmi? Biz mimani yechayotgandan keyin kompyuter bir vaqt qo'zg'alib ketdi. Bu soatlik darsimiz tamom. Xayr xo'sh.